Rustam tungi smenadan qaytayotgandi. Yo'l bo'sh, fonarlar xira. Uyga yetishiga 10 daqiqa qolganida orqasidan bir xil qadam tovushi eshitildi. To'xtadi. Tovush ham to'xtadi. Yurdi, yana yurdi. Orqasiga qaradi. Hech kim yo'q. Uyga kirib eshikni qulfladi. Yuragi tez urardi. Telefoniga qaradi. Onasi qo'ng'iroq qilgan, lekin onasi 2 yil oldin vafot etgan edi. Qo'ng'iroq vaqtiga qaradi. Hozirgina. Rustam qo'rquvdan telefonni stolga tashladi. Tunda suv ichish uchun oshxonaga chiqdi. Pol sovuq edi. Shu payt oyog'i ho'l narsaga bosildi. Chiroqni yoqdi. Pol ustida yangi tuproq bor edi. Tepaga qaradi. Shiftning burchagi ochilgan, tuproq asta-sekin tomchinab tushardi. Ertalab qo'shnilari Rustamni topishdi. U tirik edi, lekin gapirmasdi. Faqat bitta narsani takrorlardi. U orqamdan kirmadi. U mendan oldin uyda edi. Tomni ochishganda esa hech kim chiqmaganini aytishdi. Chunki tom ichidan ichkaridan qulflangan eshik topildi.